Hamma deylar, tayyormisizlar? Bugun men sizlarga mana shu zamonaviy tandirimizni obzor qilib ko'rsataman. Qani ketdi. Naborimizning ichida somsuz degan issiq cho'li va xo'kondozi bo'ladi. Tandirimizning gulli, chiroyli krishkasi bor. Ushbu tandir o'ta zamonaviy bo'lib, tandir go'sht, tandir steklarni Nirzavikidan bo'lgan naborimizda bemalol qilib mana bunday go'shtlarni ilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu tandir gazda ham, o'tinda ham ishlagan uchun ichiga garelkalarni ham solib qo'yganmiz. Ushbu tandirimizda bag'riga 10 ta non, 70 ta somsa, mayda somsadan 120 ta qilsanglar bo'ladi. Kullarini esa pastdan olib qo'ysanglar bo'ladi. Tandirimizning 4 ta baloni bor, tormizlarigacha bor. Tandirimiz o'ta zamonaviy, joyini o'zgartirib, maza qilib ishlatib yursanglar bo'ladi. Viloyatda aka-uka, opa-singillar hech xavotir olmanglar. Sizlar tandiringlarni mashaq qilib zarlarga o'rab chiqazaveramiz. Sinish yo'lda tursin, hattoki qirilmaydi. Ushbu tandirlarimizni biz Tojikistonning Dushanbesiga chiqazaveramiz. Mana shu videoni tojikistonlik tanishingizga yuborib qo'ying, ularga ham chiqazib bera olamiz. Tandirlarimizni qaranglar, qanaqa chiroyliligini. Mana shu tandirlar sizlarning uyda bo'lganda bundan ham chiroyli turgan bo'lardi. Xudo xolasa sizlarga ham mana shunaqa tandirlardan dastavka qilib beramiz. Murojaat qilinglar. Ushbu tandirlarning narxini bilmoqchi bo'lsanglar, shunda kommentariyaga o'tib, plus belgisini qoldirib yuborsanglar, sizlarga narxini yozib yuboramiz. Biz Toshkent shahardamiz. Qaranglar. Hammasi Tojikistonga chiqib ketadi. Mana shu videoni ikkinchida turgan odamga yuborsangiz, sizga mana shunaqa tandirdan bitta qarz albatta olib beradilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.